Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi montajimiz Farg'ona shahar Oybekda bo'ldi. Bu joyga alyumin eshiklarimiz va PVX romlar o'rnatib berdik. 120 ga 240 balkon profildan yasalgan eshigimiz bor. Ayniga 2 qavat bo'lgan. 6500 penta profilidan 180 ga 160 lik ikkita bir xil rom yasadik. O'rtada bitta ochilish qo'yib berganmiz. Ayniklari 2 qavat oq padakonliklari bilan. Bitta oddiy, bitta откидной ochilish bo'lgan. Ko'rinishi bir xil, razmerlari ham bir xilda chiqqan. 35 lik padakonlik qo'yganmiz. Hozir montajlarni tugatib, polni pinalab tayyor qildik. Ishlarni topshirish arafasida turibmiz. Ham ikkita eshik yasaganmiz. 68 ga 204, yana bittasi 70 ga 204 razmerda yasalgan. Vanna zamoklar qo'ydik. Mana ishlashlari xudo xolasa juda yaxshi. Bir qavat oyna bo'lgan. Tagi PVX lambri qo'yib berganmiz. Hozir ichkari tomondan ham ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Bu eshigimiz 120 ga 240 razmerda bo'lgan, 2 qavat oyna bo'ldi. Balkon o'rta profildan yasalgan. Pasti PVX lambri. Ishlashlari xudo xolasa juda yaxshi. Hozir montajlarni tugatdik. Zamoklari, ishlashlari hammasi joyida. Yopilib, ochilganda ham ortiqcha qiyinchilik bo'lmaydi, bemalol, yengil ishlaydi. Juda sifati yaxshi, xudo xolasa ancha xizmat qiladi. Ichki tomondan ham hozir ko'rsataman qisqacha sizlarga. Hozir penalangan padakonliklarning ustiga yuk qo'yib qo'yganmiz, ko'tarilmasin degan maqsadda 35 lik padakonlik qo'ydik. Bu oddiy ochilish bo'lgan. Bittasi oddiy ochilish qilingan. Ikkinchi xonadagi romimiz krishka padakonliklar bilan hammasini qo'yib tayyor qilganmiz. Ikkinchi xonadagi romimiz red pen padakonlik qo'ydik. Bir xilda o'shani sifati, rangi hamma tomonlama bir xil chiqadi bu. Endi ochilishi откидной mexanizm qo'yilgan bunga. Fortichkani vazifasini bajarib beradi. Havo aylantirishga udobniy narsa. Fortichka so'raganlar uchun shu mexanizm tavsiya qilamiz. Romlayinda ortiqcha ko'rinish buzilmaydi va sizlarga kerakli qulaylikni beradi. Ishlashlari yaxshi. Hozir oxirgi eshigimizni ko'rsataman. 72 ga 204 razmerdagi eshik. Bir qavat gulli oyna, pasti PVX lambri bo'lgan. Vanna zamoklar qo'ydik. Ishlashlari mana ko'rib turibsizlar, juda yaxshi. Sifati juda yaxshi. Endi bularda jami summasini bilmoqchi bo'lgan mijozlar uchun общий shu ko'rib turgan hamma ishlaring 10 million so'mga tayyorlab berildi. Olib kelib o'rnatib berdik. Ishxonamiz yonida, bu ortiqcha bunga xarajat sarflaganimiz yo'q. Yo'l kira xarajatlari jumlaqa ketgani yo'q bunga. Qo'shimcha xarajatlar kamaydi. Shuni hisobiga mana shu ko'rgan ishlaringning hammasi 10 million so'mga tayyor bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tevada WhatsApp, Telegram raqamlarimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.